Oltinchi dars. Konversiya olib keladigan email marketingi. Email hanuzgacha eng samarali savdo kanallaridan biri hisoblanadi. Siz bo'sh sahifa bosqichidan o'tib qolmasdan tuzilmali blog postni qanday yaratishni o'rganib olasiz. Biz bu turdagi marketingga avval ham qisqacha to'xtalgan edik. Endi esa unga chuqurroq yondashamiz. Email marketing muammosi. Tasavvur qiling, siz qo'lda tayyorlangan charm buyumlar sotadigan kichik onlayn biznes yuritasiz. Sizda avvalgi mijozlar va qiziqqan obunachilardan iborat o'sib borayotgan email ro'yxati mavjud. Email marketing shunchaki ro'yxatga xabar yuborish emas, turli vaziyatlar, turli xil email turlarini talab qiladi va ularning har biri tabiiy eshitilishi bilan birga aniq harakatlarga undashi kerak bo'ladi. Kichik bizneslar uchun marketingni ayniqsa qiyin qiladigan jihatlar nimada deb o'ylaysiz? Turli xil email turlarini takroriy eshitmasdan yozish, bir-biri bilan uyg'un ishlaydigan email ketma-ketliklarini yaratish, hech kim ishlatmagan aqlli mavzu sarlavhalarini topish, barcha emaillarda bir xil brend ovozini saqlash. Qiyinchilik turli-tumanlik, issilik va muvofiqlikda, aqlli bo'lishda emas, yaxshi email marketing tizimli bo'lishi kerak. Masalan, yangi mahsulot to'plami, e'lon qiluvchi promo email, savatni tark etgan mijozga yuboriladigan follow-up emailidan butkul boshqacha bo'lishi kerak. Jasper buni turli maqsadlar uchun mo'ljallangan email shablonlar va brand voice orqali boshqaradi. Shunda hamma narsa sizga xos ohangda bo'ladi. Siz Jasperning promotional email shablonini ochasiz. Bu aynan savdoga yo'naltirilgan emaillar uchun mo'ljallangan. Kuchli kirish, aniq qiymat, konkret taklif va ko'zga tashlanadigan bo'ladi. Promotional email bo'limi va kontentni shu yerga kirgizamiz. Emailga qarab, uni promo uchun samarali qiladigan jihatlar nima? Xususiyatlarga e'tibor qaratadi, foydalar bilan ortiqcha yakunlamaydi. O'quvchi uchun bitta aniq maqsad va bitta konkret harakatni ko'rsatadi. Inboxda ajralib turadigan ijodiy til ishlatadi. Ishlab chiqarish jarayonining barcha tafsilotlarini taqdim etadi. Har bir samarali emailda bitta maqsad, savdoni oshirish va bitta aniq keyingi qadam, do'konga o'tish bo'lishi kerak. Bir nechta maqsad o'quvchini chalg'itadi. O'quvchi uchun bitta aniq maqsad va bitta konkret harakat ko'rsatadi. Promo emaili va hozirgina yaratgan follow-up email o'rtasidagi asosiy farq nimada? Follow-up emaili promo emailga qaraganda yaxshiroq mavzu, sarlavha strategiyalaridan foydalanadi yoki promo emailda ko'proq tafsilotlar bor edi, follow-up esa qisqaroq. Va promo email to'g'ridan-to'g'ri va savdoga yo'naltirilgan. Follow-up esa shaxsiy va munosabatga yo'naltirilgan. Turli email turlari turli ohangda talab qiladi. Promo emaili darhol harakatga undaydi, follow-up esa munosabatlarni qayta mustahkamlaydi. Izchillik muammosi. Haqiqiy email strategiyasi odatda faqat ikki xil email bilan cheklanmaydi va maqsad o'zgargan taqdirda ham emaillaringizni baribir bitta biznesdan kelayotgandek eshitilishi kerak. Barcha ushbu emaillarni bir xil brenddan chiqqandek eshitilishiga nima yordam beradi? Doimiy ravishda qisqaroq emaillar yozishmi yoki har bir emailda bir xil salomlashuvdan foydalanishmi yoki brand voice sozlamalari yoki har bir email turi uchun bitta shablondan foydalanish? To'g'ri javob brand voice sizning muloqot uslubingizni bir marta belgilaydi va Jasper uni barcha email turlarida qo'llaydi. Shu tariqa hammasi izchil bo'lib qoladi. Siz brand voice'ni Jasper IQ maydonida sozlashingiz mumkin. Uni bir marta belgilaysiz, ohang, uslub va yondashuvingizni va u siz yaratadigan barcha kontentda avtomatik qo'llanadi. Jasper IQ bo'limida brand voice'ni sozlab qo'yasiz va u siz yaratgan barcha kontentni avtomatik qo'llaydi.
Brand Voice ta'siri. Endi ushbu misolda Brand Voice sozlamalari ishlatilganmi yoki yo'qligini aniqlang. Hurmatli mijoz, innovatsion dizayn yechimlariga ega bo'lgan premium mahsulotlarimizni sizga mamnuniyat bilan taqdim etamiz. Bu umumiy korporativ uslubdagi gap. Aynan Brand Voice oldini oladigan holat. Bu haqiqiy shaxsiyatsiz, professional eshitilishga urinayotgan AI kabi tuyuladi. Bu yerda Brand Voice foydalanilmagan. Endi siz turli xil email turlarini yaratishni, izchil brend ovozini saqlashni va aniq maqsadni qo'llab-quvvatlaydigan kompaniyalarni tartibli tashkil etishni bilasiz. Email marketing tizimi. Jasperning email vositalari qanday qilib birgalikda ishlaydi? Brand Voice barcha emaillarni izchil ohangda saqlash uchun sozlanadi. Shablonlar esa har bir maqsad uchun mos tuzilmani qo'llaydi. Yodda tuting, samarali emaillarda bitta maqsad, bitta harakat bo'ladi va ular sizga o'xshab eshitiladi. Bu yondashuv email marketingini tasodifiy xabarlardan sidik tizimga aylantiradi. Jasper yozishni bajaradi, strategiya esa sizni belgilaydi.